Hammaga salom, internet sizlar official kanal a'zolari. Bugun sizlarga TikTokda videoni sifatli yuklab olishni o'rgataman. Ya'ni TikTokda hech qanaqa bunaqa TikTok yoki profil belgisiz video yuklab olishni o'rgataman. Buning uchun TikTok kiramiz. Masalan, shu qo'shiq. Mayli shu videoga like bosib qo'yamiz. Endi biza shu videoni yuklab olishimiz kerak. Buning uchun biz mana bu bo'limga o'tamiz. Mana bu uchta nuqtacha. Keyin xohlasanglar mana bu yerda copy link qilishlaringiz mumkin. Xohlasanglar mana bu bo'limdan o'tib mana bu shu nuqtachaga o'tib qolishingiz mumkin, lekin asosiy mana bu yerda eng osoni copy link. Mana shuni bosamiz. Kopya qildi. Ana endi biza masalan shu videoni yuklab olish kerak. Mana qaranglar, hozir shu videoni yuklab olaman. Mana yuklab oldi. Telegramga kiramiz. Telegramda masalan Godzilla botga tashlab qo'yilishi narsani. Masalan shu video mana tashladim, qaranglar. 2.5 MB hajmda ushbu video. Qaranglar. Mana ko'rasizlar, TikTok va profil egasi. Mana ko'rdinglar, TikTok va profil egasi ko'rindi. Ana endi biz shu TikTok va profil egasining nusxasini qo'ymasdan turib yuklab olishni o'rgatamiz. Buning uchun bizga mana bu Savi TikTok bot kerak bo'ladi. Bu mana usernamesi, men buni video oxirida qo'yaman. Bizga mana ko'rsatga start bosamiz. Start bosgan zona bizga bunaqasini o'rgatgan. Zenboy ko'proq bo'lganimizni qo'yamiz. Mana biz kanal goting kanalga qo'shib qo'yamiz. Video yuborilmoqda. Mana hatto videoning megabayti ham kichkina hajmda. Mana ko'rasizlar. Hech qayerda TikTok yoki profil egasini rasmi yo'q. Ko'rdinglar? Bu nimaga kerak? Masalan, TikTok oching. Bu narsani sizlarga maslahat bermayman. Endi qilishlaringiz mumkin. O'zlaringiz bilasizlar. TikTokka trendga aylangan videoni yuklab oling. TikTokka o'sha videoni qo'ying, TikTok belgisiz, chunki haqiqiy bo'lish uchun. Keyin o'sha TikTokda like, podpiska yig'ing. TikTokdan ham mablag' ishlasa bo'ladi. Hozir masalan Medina, o'shalar qanaqa qiladi ular TikTokda o'zini reklama qilib. Shuncha podpischiki bor. Nima qiladi o'zini megabaytini sarflab. Chunki ular pul ishlaydi o'sha narsadan. TikTokdan rasmiy yo'l orqali pul ishlaydi ular. TikTokda saytga kiradi, har bitta videoni prosmotr hamda layklarini qo'yadi. U o'sha sayt bunga pul chiqarib beradi. Ana shunaqa qilib pul ishlaydi ular. So'ngra reklama orqali. O'sha reklama orqali pul ishlaydi. Sizlarga keyingi videoim TikTokda qanday